Assalomu alaykum, aziz muxlislar, hurmatli obunachilarim, hurmatli kuzatuvchilarim, hurmatli yurtdoshlarim. Hamma sog' salomatmi? Tanijoningiz sog'mi? Charchamayapsizmi? Mana Magnit havolarda sog' salomat chiqib olsak, Allohim, oz qoldi. 22-dan 30-gacha ekan. Mana o'zimda ham mana shu holat ketyapti. Ko'zimni ocholmayapman, to'g'risi. 2 kundan beri shu chiqish qilolmayapman. Shuning uchun hozir majbur bo'ldim chiqish qilishga. Bitta gapni aytmasam bo'lmaydi sizlarga deb hozir yana qayta chiqish qilishga harakat qildim. Magnit havoga meniyam yomon ta'sirim bor. Shu allergический doktorga ham yana borib keldim. Shu nima og'riq qoldirish uchun kupen nimasini iching dedi. Dori ichmasdim. Shuni iching dedi. Og'riq qoldiradi. Haqiqatan og'riq qoldirdi. Shuni ichib yurgandim. Bugun yana ertalab o'zimni uyimga, endi hoji ukamni xonadoniga borib keldik. Bir nima bilan, yaxshi bir nima deydi, ma'rakachamiz bor edi, borib keldik. Shunda butun bilasiz, qarindosh urug'lar yig'iladi. Bir ammajonimiz bor, kichkina ammajonim bor, eng kichkinasi. Ammajonimiz 2-3 yildan beri jigar kasalligi bilan nima qilib keladi, kurashib keladi. Ularda ham shu jigarda sirroz boshlanishi deb lechinalar olib kelayotgandi. Keyin o'zimni dadamdan ancha nima lechina oldi, davolandi. Fermani dorilaridan juda ko'p ichib keldi shu paytgacha. Shu bultur o'tgan yilida men o'sha qahramon tabibni biladi, hamma bilsa kerak. Internetda qahramon tabib o'zining shu giyohlar bilan davolash nimasini aytib kelyapti. Shuni bir qo'shnim ichgan edi o'tgan yilida. U qo'shnimiz ham 9 yillar bo'ldi. Yosh shu jigar unda ham sirroz boshlangan deb davolanib turardi. Shu torpedani ichgandan keyin shu uyimizga kelganda judayam yaxshi bo'ldim. Doktorga borganda shu nimalarim, analizlarim yaxshi chiqdi. Charchamayapman, o'zimni yaxshi his qilyapman deb yuzlarida dog'lari bosgandi. Yuzlarida dog'lari ketib, to'lishib, chiroyli holatga kelib qolgan ekan. Keyin men ammajonimizga ham shuni tavsiya qildim. Telefon qilib dadamlarga aytdim. Shu dadajon, shu ammamga ham ayting, shuni ichib ko'rsin. Shuni ichib ko'rsinlar. Bir shu qo'shnimiz shu nimadan yaxshi bo'pti deb nima qilgandim. Ammam nima e'tibor qilmabdilar bunga. Keyin yaqinda, mana bir haftacha bo'ldimi? Keyin shu men nimasini, qahramon tabib nimalarini tashlaganimdan keyin uni ochib ko'rib, ochib ham ko'rmaganda, keyin shu internet orqali ko'rganmi, shuni nima qilib ko'rib ichishni boshlagan ekan. 550 mingga pulini ham aytib o'taman. 1 oyligini olibdi o'zimiz Samarqanddan. Mana bir haftacha bo'ldi ichganlariga. Bugun ko'rdim, judayam yaxshi. Yuzlari nima deydi, yuzlardagi nimasi ketgan, kayfiyati yaxshi. Keyin o'zi bilan gaplashdim. Bizga ham tavsiya qilyapti, boshqa qarindoshlarga ham tavsiya qilyapti. Judayam yaxshiman, charchamayapman deydi. Ilgari darrov charchardim, judayam tez holsizlanib, xafa bo'lib ketardim. Hech kimga nima qilmayapman, yoqmay qolyapman, endi yaramay qoldim ishlarga, faqat yotaman deb nima bo'lib qolardim bolalarimni, kelinlarimni oldida deydi. Hozir deydi hamma yumushlarga qarashyapman, hatto o'tirib mayzam tozalayapman kelinlarim bilan birga deb qoldilarda. Shu har kimga mana shu nima deydi, bir Alloh kimgadir sababchi bo'ladida. Endi o'sha aytadiki, kimnidir dardiga nimadandir, kimdir nimadir aytsa, kimgadir shu shifo bo'ladi deydi-ku. Masalan, men ham aytgan nimalarim, mana shu grija bo'yicha, nima bo'yicha chiqarganlarim, tuz og'riqlar bo'yicha chiqarganlarimdan kimlardir mana tuzalib yaxshi bo'lyapti-da. Endi 100% bo'lmasa ham shu yaxshi bo'lyapti. Xuddi shunday mana shu internetda nimasi yaxshi, bir-birimizga mana shunaqa nimalarni aytib tursak, shu yaxshi bo'lsin, hammayam yaxshi bo'lsin. Men hozir mana shu
именно o'sha qahramon tabibni o'sha nimalarini qarang nima deb yozgan, jigar sirrozi oldini oladi, keyin buyrakdagi shamollashlar, kistalar, jenskiy kasalliklar, yurak trombini qonni nima qilib o'sha ishemiya deymizku, ochadi, trombni ochadi, yaxshilaydi degan va hokazo yuzdagi ugri nimalarni hammasini ketkazadi. Xullas butun tanani tozalaydigan nima ekan bu tarbiya. Men mana shuni hozir qizlarimga ham tashlab qo'ydim. Ularda shu ugri borligidan shikoyat qilishadi. Ugrim ketmayapti, ich qotishi bor edi, shunga tashlab qo'ydim. Endi men buni aytganim, men hozir qahramon tabib bilan hech qanaqa, yana bir aytib o'taman, aloqam yo'q. Qahramon tabib hech kim emas, meni tanimaydi ham, meni kuzatmasa ham kerak. Endi bilmadim, chunki ularni ham o'zlarini ishlari bor, shu nima bilan shug'ullanadi. Men oddiy bir bilasiz, xalqni nimasini o'ylab mana shu kanalim xalqqa xizmat qiladigan kanal bo'lgani uchun sizlarga o'zimni nimamni beryapman. Men bundan hech qanaqa foydalanmayman. Meni dori sotadigan nimam ham yo'q, boshqa nimam ham yo'q. Shu uchun azizlar, mana shu savol berganlar, yurak ishemiyasi borlar, jigarda nimasi borlar, buyrakda kista nima bo'lsa ham mana shuni ichishni 6 oy tavsiya qilgan ekan. Mayli, 1 oydan bo'lsa ham olib ichinglar. Mana shuni Xudo xolasa qancha odamlar aytyapti. Endi biz o'ylaymiz, haligi odamlar просто reklamaga aytyapti deb o'ylaymizda, chunki buni o'zim mana ko'rib, bugun ham guvohi bo'lib keldim. Bundan avval ham shu qo'shnimiz ham shundan yaxshi bo'lib ketganlari uchun sizga ham tavsiya qilyapman. Hozir sizga doktorga boring, uni oling, buni oling desam, yana haligi ximikat dorilar, biz doridan aytyapman, doridan biz voz kechishimiz kerak. Alloh taolo o'zi insonni yaratib o'sha kasallikni ham yaratgan ekanda, o'sha kasallikka ham o'zi davosini nima qilib qo'yibdi, berib qo'yibdi-da. Biz bir yili bir tog'li joyga bordikda, nimaga, mehmonga bordik. Tog'li joyda bir chekka uy biz taklif qilganda, chekka uy, boshqa uylar endi kilometrda masofasi. Men hayron bo'ldim. Больница yo'q, apteka yo'q. Men aytdim, siz qayerdan nima qilasizlar? Masalan, og'rib qolishingiz mumkin, temperatura qilib qolishingiz mumkin, tug'ruqlar bo'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Davleniyaz chiqib qolishi mumkin desam, u shu ayol aytdiki, 50 yoshlardagi ayol edi, xonadon bekasi. Davleniyamiz chiqmaydi, bizda umuman davleniya chiqmaydi dedi. Kasal ham bo'lmas ekan ular. Kasal bo'lganda ham deydi, o'sha giyohlar bilan deydi, kavlab olib, qaynatib, bolalarimizga ham, o'zimiz ham shundan foydalanamiz dedi. Yuzlari shunaqa qon, qip-qizil qon, shu igna tiqsangiz otilib ketadigan darajada, shunaqa havas qildimda yuzlarini tozaligigada. Shu uchun aytdim, biz ximikat yeydigan narsamiz ham, ichadigan narsalarimiz ham hech bo'lmasa shu doridan voz kechaylikda, shu tabiiy nimalardan foydalanaylik deb nima qilgandim. Endi men sizlarga o'sha o'rik sharbati degandim. O'rik sharbatini shu nima payti hozir nima deydi, magnit havo payti men har kuni 2 litrlab ichyapman, chunki suyuqlik iching degani uchun 2 litrlab ichyapman. Shunda bunga ham bir nimasi bor. Bir mana shu bizni zamonimizda 1-2 yil bo'lib qoldi, bir nima topilibdi-da, bir qit'a topilibdi, buni olimlar tomonidan. Umuman sivilizatsiya yo'q, nima deydi, bu dunyodan bexabar bir nima topilibdi, qit'a topilibdi, bir aholi. Ular faqat nimasi, oziqasi o'sha o'rik ekan. O'rik sharbatini nima qilarkan, qishda o'rik sharbati icharkan, yozi bilan o'rik iste'mol qilarkan. 50 yildan beri hech kim o'lmagan ekan u yerda. Mana shu aniqlab tekshirganda shunaqa bir kuchga ega ekan. Shu uchun azizlarim, o'rik sharbatini muntazam ichish kerak. Aytganimdek, nima hozirgi har bitta nimamizga, hatto o'sha grijalarimizga ham argon deyapti bular. Argon, tarpeda ichinglar deyapti. Ular mana Hindistondan olib kelib, menimcha borganlarni ko'rdim, kelganlarni ko'rdim. Shu tabobatdan davolanib ko'raylik demoqchiman. Men ham Xudo xolasa shu
dushanba kunga nima qilmoqchiman, chunki menda shu immunitetim pastligi uchun menda o'sha yurak yetishmovchiligi ham, tez charchog'im o'sha immunitetimiz pastligi uchun ekan. O'sha nima immunitetingizni ham ko'tarib beradi deyapti. Hamma shu ammamdan, yana qo'shnimdan bildimki, charchamayapman, judayam tetikman. Nima deydi, harakat qancha harakat qilsam ham shuncha g'ayratim oshyapti, yaxshiman deyaptida. Shu uchun men shu holsizlanib nima qilib yurganlar, men shu nimani olib ichaylik, torpedani olib ichaylik. Men mana shu hammani savoliga bitta shuni sizlarga tavsiya qilyapman men o'zim ham. Endi azizlarim, quloq shovqiniga agar nima qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, quloq shovqiniga hali o'sha aytgan bitta dorimni topolmadim. Ertaga subota kuni, shanba kuni qizlarim keladi. O'sha dorini olib kelgan vaqtda men sizga birdan ko'rsataman. Chunki hozir aytganim bilan siz tushunmaysiz. Dorilarni o'zini ko'rsating deyapti. Masalan, bir narsa tayyorlasam ham o'zini ko'rsating deyapti. Shu uchun ertaga xudo xolasa qizlarim olib kelsa, bozor kunimi endi ko'ramanda, qaysi kuni bo'lsa ham sizlarga nima qilishga harakat qilaman azizlarim. Mana shunaqa gaplar. Kanalimni kuzatib boringlar. Xudo xolasa yangiliklar, mana nima bilan, Magnet havo bilan yangiliklar qilolmay qoldim. Judayam sizlarga nimalarim ko'p, efirlarim ko'p. Sizlarni xursand qilaman deb turibman. Shu obuna bo'lib, layk bosib, tarqalishiga nima qilinglar, harakat qilinglar. Chunki shu bizni eshituvchilarimizni orasida, mana shu meni kuzatuvchilarim orasida hojatalarim bor, onajonlarim bor. Ular eshitib bir o'zlari bir dam olib nima qilyapti-da, shundan bir huzurlanib, efirlarimdan bir duo qilib qo'yishsa xursand bo'lardim. Barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech kim kasal bo'lmasin. Men shuni xudo xolasa yurak yetishmovchiligi borlar, yurak ishemiyasi borlar hozirgi havoda ertaroq nimasini oldini olib, mana shu quvvatimiz qancha yaxshi bo'lsak, yuragimiz yaxshi bo'ladi. O'sha tromblar ochilsa, davleniya ham chiqmaydi, yurak ham yaxshi ishlaydi. Qonimiz tozalansa, qonimiz suyuqlashsa, davleningiz ham chiqmaydi, yuragingiz ham bezovta qilmaydi. Shuning uchun mana shu bugungi efirimda men shuni aytib o'tay dedim. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilayman azizlarim. Xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Yana efirlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat barchangizga.